Assalomu alaykum barchaga, charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugungi mavzuyimiz endi subsidiya bo'ladi. Ya'ni subsidiyani 2026-yil ozginagina o'zgartirishlar kiritildi. Ma'lumotlar kiritib o'tildi. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan bir ikkita yangiliklar bor. Ya'ni gapirib o'tadigan bo'lsam, birinchi navbatda oldin subsidiyaga ish haqi qaralmasdi. Oldin subsidiyaga umuman ish haqi, ish joyi talab qilinmasdi va endi o'sha narsaga e'tibor qaratishni boshlashibdi. Ya'ni sizni ish haqingiz, oylik o'sha apparotingiz deydimi endi davlat tomonidan oladigan ish haqingiz 3 million so'mdan kam bo'lmasligi kerak ekan. Ya'ni endi siz oylik daromadingiz 3 million so'm i plus agar 7 million atrofida bo'ladigan bo'lsa, sizga katta ehtimol bilan subsidiya 30 million so'm uchun ajratilgan pul davlat tomonidan sizga beriladi. Ikkinchi yangiligi esa endi yakka tartibdagi tadbirkorlar subsidiya olisholmaydi. Katta ehtimol bilan 90% ehtimol bilan yatdi. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar ololmaydi. MCJlar olishi mumkin. Nega aynan bu qarorga kelishdi deb aytishingiz mumkin. Chunki o'sha ikkinchi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan endi YATT va MCJ hamkorlari uchun soliq imkoniyatlari kamaytirildi. Chunki oldin agar YATT qilib ochgan bo'lsangiz, soliq kamroq to'lardingiz va soliq kamroq to'laganingiz hisobiga katta ehtimol bilan siz davlatga anchagina foyda keltirardingiz va MCJniki esa unchalik rol o'ynamasdi. MCJlarniki juda ham katta bo'lgani uchun unaqangi tadbirkorlar MCJ qila olmagandi. Shuning uchun yakka tartibdagi tadbirkor qila olib, MCJga o'tishmagandi va prezidentimiz o'sha adashmasam 1-yanvarda o'sha 1-yanvar oyidagi qarorga asosan endi MCJda ishlaydiganlar ham, MCJ korxonasi borlar ham topayotgan o'sha 1 yillik daromadini 1% berishi mumkin. Oldin 4% edi, endi 1% qilib belgilashdi. YATTga esa adashmasam 2% yoki ularda ham 1% bo'lganligi uchun ularga kiritilmaydi. Ularga endi davlat tomonidan subsidiya berilmaydi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu ikkita yangilikka asoslanib hozir subsidiya olishni ko'rib o'tamiz. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishyapti. Endi sizni kredit tarixingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni oldin kredit olgan bo'lsangiz ham o'z vaqtida yopgan bo'lishingiz kerak va kreditlaringizni hech qanaqa muammo bo'lmasligi kerak. Iloji boricha kreditlaringizni muddatidan oldin yopishingiz kerak bo'ladi. O'shani hisobiga ham endi subsidiya shunga qarayapti. Kredit tarixi hamda MCJ bo'lsangiz yoki davlat korxonalarida 3 million so'mdan kam bo'lmagan oylik ish haqida ishlasangiz va o'sha aytib o'tganimdek boshida shu qarorlarga asosan ishlanar ekan. Xo'p, endi qaranglar, yana bitta notomoni bor. Agarda sizni nomingizda ko'chmas mulk bo'ladigan bo'lsa, ya'ni turadigan uyingiz bo'ladigan bo'lsa ham sizga katta ehtimol bilan subsidiya ajratib berilmaydi. Uyingiz bo'lmasligi kerak. Kim topshirayotgan bo'lsa ham uyi bo'lmasin. Men sizlarga aytyapman. Uyi bo'lmasligi kerak, kredit tarixi bo'lmasligi kerak, YATT bo'lmasligi kerak, MCJda ishlagan bo'lishi kerak, davlat tomonidan 3 million so'm oylik olayotgan bo'lishi kerak, staj ketgan bo'lishi kerak. Asosiy shu narsalarga e'tibor beringlar. Mana shu agar qonunlarga sizlar to'g'ri keladigan bo'lsanglar, sizlarga 90-95% ehtimol bilan beradi. Subsidiya ajratib beradi. Hozir men sizlar bilan birgalikda endi subsidiyaga ariza topshirishni ko'rsataman. 2026-yildagi bu holat. Xo'p, subsidiyamiz 16-mart kuni start berildi ochish uchun va biz hozir endi shu subsidiyaga ariza topshirib ko'ramiz. Lekin menga subsidiya bermaydi. Sabablarini aytib o'taman, videoni kuzatib tursanglar. Uning uchun shu bizga kerak bo'ladi, aytganimdek o'sha my.gov.uz saytiga kirasizlar va subsidiya deb yozasiz. O'zi subsidiya deb qidirasiz. Xo'p. Hop.
Nogironligi bo'lgan shaxslar yoshlar o'qituvchilar ustalab subsidiya ajratish. Mana subsidiya deb qidirsangiz chiqadi. Ipoteka uchun mo'ljallangan o'sha kredit olishni rasmiylashtirishni bosasiz. Xo'p, xizmatdan foydalanish tekin, bu mutlaqo bemalol foydalansangiz bo'ladi bu narsadan. Xo'p, kirasiz, ariza topshirish bo'limiga o'tasiz. Menda hozirroq internetda muammo bor, lekin menga katta ehtimol bilan subsidiya berishmaydi. Men uni o'zim sababini juda ham yaxshi bilaman. Mana yangi ariza yuborishni bosasiz. Xo'p, arizachining o'zini tanlaysiz, o'zi bo'lsangiz agar, va kredit tarixi bosiladi va OneID tizimini bosiladi. Yuborasiz, keyingina bosasiz. Ko'p video roliklarda ko'ryapman, ota-onasini ma'lumoti ham bo'lsin, kimnidir agar qaratilgan bo'lsa, ma'lumoti bo'lsin deb aytishgan ekan. Yo'q. Shart emas, uydagilaringizni ma'lumoti shart emas. Bemalol o'zingiz nomiga olyapsizmi, o'z nomingizga beradi bu narsani. 100-uyda turaman. Xo'p, joyingizni belgilaysiz, Qashqadaryo qilib. Qayerdaman? Misol Kitob tumanida turaman men, shundoq ham. Xo'p, men uylanmaganman, bo'ydoq va beva bo'lsangiz beva, yolg'iz ona bo'lsangiz yolg'iz ona. Ko'pincha men yolg'iz onalarga beradi deb eshitganman. Xo'p, raqamni yozasiz bu yerda. Raqamni yozganingizdan so'ng keyingi tugmasini bosasiz va ketdi. Xo'p, yaqin qarindoshlar haqida ma'lumot shart emas va birinchisida yozasiz. Endi qanaqa ehtimol bilan berishi mumkin sizga? Og'ir ijtimoiy vaziyatga bo'lsangiz, Labor Migration dasturiga kirgan bo'lsangiz, bu o'zini bitta tizimi bor, shunaqa tizimga kirgan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa, siz agar chet el fuqarosida chet elda ishlayotgan bo'lsangiz ham, sizga agar o'sha qonunlarga to'g'ri kelsangiz, tarixingiz chotki bo'lsa, kelayotgan oborotingiz zo'r bo'lsa, shu yuqorida aytib o'tgan qoidalarga to'g'ri kelsa, zo'r bo'ladi, Xudo xohlasa sizga beradi. Xo'p, men tanlayman. Olis va chekka hududlarda joylashgan byudjet tashkilotga boshqa hududlarda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun kelgan oliy ma'lumotli mutaxassis yoki tadbirkor xodim deb tanlashda men qaror qildim o'zimga, lekin birontasi qo'rqmaydi. Keling, og'irga belgilaylik mana shuni va keyingini bosamiz. Va menga hech qanaqangi ota-onani ma'lumotlarini so'ramaydi bular va avtomatik o'tib ketadi. Ketdi. Xo'p. Ket. 2 marta so'raydi, to'ldiring deb. Yo'q, menda unaqa ma'lumot deysiz. 90-444 nomeringizni kiritasiz 42. Xo'p. Ipoteka kredit olish, uy-joy bo'yicha hech narsa topilmadi. Yuborish. Yubordik. Mana arizani yubordik. Va bizda hozir yuqorida xabar keladi. Arizangizni mana ko'rdingizmi? Xabar keldi birdaniga. Ariza yuborildi. Ariza raqami 0808. Va menga katta ehtimol bilan bermaydi. Chunki menda hozir men sizlarga kirib ko'rsataman. CBC'imda kreditim borligi sababli menga bermaydi. Ya'ni buni tekshirish uchun MIPga o'tib ketgan bu. mip.uz deb qidirasiz. mip.uz deb qidirganingizdan keyin pasport ma'lumotlaringizni bu yerda yozasiz. Xo'p, qarzdorlikni tekshirishni bosasiz, ba'zi chiqib keladi va bu yerga pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Xo'p. Xo'p, bu yerda arifmetik amalni kiritasiz. 3 + 9, ya'ni bu yerda 12 bo'ladi. Mana. Menda kredit tarixim rasvo. Mana, umumiy 832 ming so'm qarzdorligim borligi sababli Otabek Ochilov mana shunaqa CBC dan qarzdorligingiz bor. Ko'ryapsizmi? Menga bermaydi bular. Sizlar ham agar tekshirmoqchi bo'lsanglar, o'sha kirasizlar bazaga, aytganimdek mip.uz deb qidirasiz. mip.uz deb qidirasiz. Mana, o'sha my.gov qabul qildi va arizani topshirishga zaifga yubordi menga. Va birinchi bo'limda chiqib keladi mip.uz dan qidirasiz. Bu yerda pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Misol, o'sha A'da meniki 247 13 12 yozasiz. Bu yerda
Arifmetik amalni kiritasiz. 8 kira 2 17. Xo'p. Uzr. 5 minus 5 0. Kiritasiz. Kiritganingizdan o'zi baza avtomatik chiqarib beradi. Agar mana shu yerda bo'lmasa, chotkasiz sizga katta ehtimol bilan beradi. Agar rostdan ham ish haqingiz bo'layotgan bo'lsa, 3 milliondan bo'ladigan bo'lsa, agar yatitda bo'lmasangiz. Xo'p, ketdi. Bazaga kiramiz. Umay.govga kiramiz. Bizga xabar ketdi. O'sha rad qilinadimi deymanda. Men kecha yuborib ko'rdim bu narsani. Ariza yuborildi mana. Xo'p, xizmat o'tkazish ariza rad berildi. Ariza rad berildi, tushundinglarmi? Menga ariza rad berildi. Sababini ko'ramiz. Xo'p, sababi mana arizamni qabul qilmadi. Chunki bularning o'zini bitta qonuni bor. Mana. Bularning o'zini qonuni bor. O'sha aytganimni yuqori qonunlarga to'g'ri kelgan bo'lishingiz kerak-da, bo'lmasa bermaydi bular sizga katta ehtimol bilan. Xo'p, mana kechaniki bu ko'rganimiz arizaga o'tamiz. Ariza ochilmoqda. Ozroq internetda muammo bor. Mana rad etildi. Sababini ko'ramiz hozir. Pastga tushirsangiz ko'rsatadi o'zi. Xo'p. Nedani ariza rad etilgan xabarnoma, pensiya. Uzr, bu pensiyaga kirib ketyapman. Uzr sizlardan. Uzr. Mana. Mana. Sababini ko'ramiz hozir mana. Xo'p, ariza rad etish sababi nizomning 30-bandiga binoan kichik bandiga asosan o'rtacha daromad miqdori to'g'ri kelmaganligi sababli rad etishga asosli deb qabul qilindi. Ya'ni bizani endi o'sha birinchi navbatda kredit tarixim rasvo bo'lgani uchun, ikkinchi navbatda men doimiy 3 million so'mlik ish haqida ishlamaganim uchun menga ariza rad etildi. Agar ana shu yuqorida aytib o'tgan nizomlarimga, ya'ni MChJ bo'lsangiz, yatida emas, yoki bo'lmasa davlat korxonalarida 3 million so'mdan kam bo'lmagan oylik ish haqida ishlasangiz qabul qilinadi. Kredit tarixingiz rasvo bo'lmasa yoki kredit olmagan bo'lsangiz, toza bo'lsangiz zo'r bo'ladi, xudo xohlasa inshaalloh. Agar chet el fuqarosida bo'lib turib, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizga beradi. Xudo xohlasa inshaalloh hammaga omad tilaymiz. 16-mart kuni start berilgan ekan subsidiyaga ariza topshirish. Hammalarga omad. Inshaalloh chiqqandan keyingi odamlarga ham xudo xohlasa video chiqarishga harakat qilamiz. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana o'sha ariza keldi, rad berildi deb. Mana shunaqa gaplar. O'sha vaqtida ham keldi, ko'rdinglarmi? Shunaqa gaplar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yib, kommentariyada izohini yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammanglardan kutib qolaman.